Otangiz o'lsangiz, onangiz o'lsangiz, qayningiz o'lsangiz bilinmaydigan, lekin umr yo'ldoshingiz operatsiya bo'lib 2 yil o'rtasida tursa, o'shanda ne davlini bo'lar ekan. Bizda qon bosim bor edi menda. Ichganimdan keyin har xil qon bosimim ham tushdi. Eng oxiri tushsa shu 5,5, 6, 7. Oyog'imda oyog'im og'rirdi, yurolmasdim. Chanqasam ham, tursam ham haligini sog' holatda emas, ustiga jinda nimani aralashtirib turib ichaman. Yaxshimisiz? Rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat. Qancha bo'lgan endi qandli diabetingizga? Menga 20 yil bo'lgan. Nimadan keyin bo'ldi? 50 yoshimda boshlayman, 70 yoshimda 20 yil bo'ldi. 70 ga kirdingizmi? Ha. Ko'z tegmasin. 70 ga o'xshamaysiz. 70 ga kirdim. Shunga o'g'illarim yubiley qilib berishdi. Ana unda bir gaplashuvdik, keling yubileyga dedingiz. Shu kuni bo'ldi nimada, o'tkazib oldik. Yuribmiz tinchimiz. Yaxshi o'tkazib oldingizmi? Tug'ilgan kunlaringiz bilan o'tib ketgan bo'lsa ham. Rahmat. Yubileylar yaxshi o'tkazdingizmi? 70 ga kirish qachon nasib bo'lar ekan dedim, qizim kirib oldim mana. Ko'rinishingizdan yosh ko'rinadi. Ko'z tegmasin. Nimadan keyin bo'ldingiz endi? Qandli diabet. O'zi qon bosim bor edi menda. O'zi oilada bormi? Ota-onalarda, nimalarda bormi? Qon bosim bor edi. Dadasi operatsiya bo'lganda o'shanda qon bosimim ko'tarilib ketgan qariyb. Otangiz o'lsangiz, onangiz o'lsangiz, qayningiz o'lsangiz bilinmaydigan, lekin umr yo'ldoshingiz operatsiya bo'lib 2 yil o'rtasida tursa, o'shanda ne davlini bo'lar ekan. Shunda davlini bo'lib qolgan edi oshqozonda. Yomon bo'lganda, o'la qo'rqinchli bo'lganda. Qo'rqinchli, qo'rqib ketgandirsiz-da. Qo'rqib ketganman. Nima bo'lgan o'sha qandli diabet bo'lganingizdan keyin nimalar tavsiya qilishgan sizga doktorlar? Endi birinchi malinani tavsiya qilgan, tabletani bilasiz. Malinani qilgandan keyin anchadan unda nimada ishlaganman, keyin kollejga o'tganman. Malinani ichganimdan keyin men ozib ketganman. Choyni qayerda ko'rdingiz fitodiabetda? Uni reklama qilgansizlar. Keyin men doim telefonda nima qilib yuraman-da. Ine qarasam, choy, ineki hali korobkasida ine telefon qilsam jo'natdinglar, oldim, ichdim. Qanchadan beri ichasiz? O'sha ancha bo'ldi. Yaxshi 6 oymidi, 2 oymidi? 6 oy kurs. 6 oy kursda shunda olib ichgan. Ichganingizdan keyin qanaqa o'zgarishlar bo'ldi o'zingizda? Yaxshi. Endi har qalay hali endi meni ko'proq ko'zim bezovta qiladi. Ko'zim operatsiyadan chiqmadi-da. 3 yil oldim. Ko'zim yiqiladi. Hozir ham shu ko'zim nima qilib beryapti. Shu ichganimdan keyin har qalay qon bosimim ham tushdi, nimasi ham tushdi, harakatlarim yaxshi. Nechidan nechiga tushdi saharingiz? Choydan keyin. Choydan keyin boshda oshiq bo'lar edi. Endi hozir meniki nimam tugab qoldi, o'lchaydiganda ham nimada olaman. Oxiriga tushgani nima bo'ladi? Eng oxiri tushsa shu 5,5, 6, 7. Nechi deydi o'zi? O'zi 12, 11 oshib ketsa undan ham oshib ketadi. Shunaqa. Qanaqa o'zgarishlar bo'ldi oyoqlaringizda, o'zingizda, sog'lig'ingizda, o'zingizda qanaqa o'zgarish sezdingiz choydan keyin? Oyog'im og'rirdi, yurolmasdim, og'ir bo'lardi. Keyin mana oyoqlarimda hozir yaxshi yengil yuribman, mana o'yinlarga tushib yuribman. Haydamasa hozir ko'rasiz videosini. Yuribman, oyog'imdan endi hozir shikoyat yo'q, xudoga shukr. Oyog'imdan yo'q. Endi bir tomonim qo'lim ham haligi tepaga ko'tarsam anaqa bo'lib qolgandi. Qo'llarim ham yaxshi hozir. Ancha yaxshi bo'lib qoldi. Bo'g'imlaringizga ancha yaxshi ta'sir qilgan. Masalan, ko'pchilik o'ylashadi, reklama ko'p qilasizlar, ko'p reklama deyshadi. Nima deya olasiz shu o'zingiz tengdoshlaringizga qandli diabet bilan chalingan odamlarga nima deya olasiz? Damlama haqiqatan biz misol kelib majburan reklama qildiramizmi yo odamlarning o'zi shunaqami? Birinchidan inson Alloh taologa ishonish kerak. Avvalo Xudo. Sababchisi, ikkinchisi ixlos. Uchinchisi o'sha nimani ichgandan keyin shifo olaman deb o'sha qoidaga rioya qilish kerak-da. Qoidaga rioya qilish kerak. Shunda men shifo topaman deb niyat qilsa, o'sha amalga oshadi. Xudoga shukr yuribmiz mana. Yaxshi. Ko'rganimizdan xursandmiz, lekin ko'rinishingiz yosh. Yoshingizga nisbatan mana ko'ring, tirnoqlarim ham, oyoqlarim ham. Qo'l oyoqdan shikoyatim yo'q. Nimadan shikoyat? Faqat endi to'g'risini gapirsam, shu ichim tez haligi nima deydi, ichim kamroq keladi. 3 kundan beri keldi shunda. Dieta qilasizmi, qilmaysizmi? Qilaman, ba'zida shu hamroqat yaxshi ko'rib qolaman-da.
yaxshi. Ha. Choyni ichib Men ichib yuraveraman. yurish Ha, kerak, daniqadan nimaga damlab qo'yib, choyni ichib yuraveramiz. Termizga damlayman, yo bo'lmasa haligi idishga damlayman. Chanqasam ham, tursam ham haligini sovuq holatda emas, ustiga jinda nimani aralashtirib turib ichaman. Shunaqa qilib ichib yuraman. yaxshi. Har qalay mahsulotdan rozisiz. Roziman. Natija ko'rdingiz, oz bo'lsa ham. Ha. Yaxshi, Rahmat. Juda xursandmiz. Sizga ham rahmat, shunchalik vaqt ajratib, biz bilan suhbatlashganingiz uchun rosa xursand bo'ldik. Lekin ko'rinishingizga gap yo'q.